Mana hozir chetlarda montaj qilyapmiz vahimda. Mana metga asosiy unaqasini yig'yapmiz ishtini. Yig'ilyapti, xudo xolasa yig'ib qo'yib yuboramiz. Dog'larga xona-xonaga bo'lingan, razvedkalar ham ba'zi razvedkalar bo'lingan. U yonida bittasi kulchatir, bittasi svarkalarga denni avtomatga tashlab qo'ydik. Lampochkalar, haqda ham yana bitta lampochka. Bitta 4 xona uy. Xonalarga bo'lingan holatda. Endi ozinasi yo'q, kira olmaymiz, lekin lampochkalar tashlab qo'yganmiz ekan. Bag'da korobkalar bor. Ana shular ham lampochka tushgan, kazaroylarga tushgan. Mana shu ham uyimiz. Har bir ko'hnalarda, boshqalarda bo'lgan. Mana ko'hnada razvedkalar addenni bo'lgan. Mana bu xoladennik. Mana bu gaz plita elektriskiy. Mana bu gaz plitasiga havo tortiqchga razvedka. Ariston bilan kirmoshinaga addenni kelgan. Gaz plitaga ham addenni kelgan. Mana ular hammasi xoladennik bitta bo'lib, yana bitta uydan chiqib ketgan. Mana bu bitta kulchatir, bitta yonida razvedka. Koridorchasi uyda. Mana shu uylar. Mana baniyasinikini kulchatirini bag'dan qo'ydik. Bittasi ventilyatorga, bittasi svetnikiga. Ikkitali kulchatir qo'yamiz. Bittasida ventilyator ishlaydi. Mana ikkita qo'yib qo'yganmiz. Bittasi ventilyator, bittasi svet. Mana korobkalari. Mana bitta suv motorga razvedka tashlaganmiz pastga. Mana svetlari patologik qo'yib qo'ygan ekan. Kabelni korobka bilan yurgizdik. Metlarda ham bitta razvedka va mana televizorga antenna kabel. Mana bittasi ikkitalik razvedka qo'yiladi. Bittasiga antenna shunaqa qilib tiryapmiz. Narsalarimiz, avtomatlarimiz to'rtta.